Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. O'tgan hafta Mesmeter Telegram kanalimizda Alberuniy maktabining imtihon formatida matematika va fizika bloklaridan mock test, yutuqli test olgandik. Yutuqlar o'z egalariga topshirildi. Hozir biz sizlar bilan o'sha yutuqli testimizda savollarni tahlil qilib chiqamiz. Tahlilni yaxshilab o'rganing, balki o'zingizga kerakli savolni o'rganing va keyingi safar shu usullarni qo'llang. Demak, boshladik. Birinchi savol hisoblang degan ekan. Buni suratdan boshlab hisoblaymiz. Demak, suratini hisoblaydigan bo'lsak, birinchi ish 6 dan 4,5 ni ayiramiz. Bu 4,2 dan 1 4,5 degani. Ayirsak 1,5 chiqadi. Ikkinchi ish endi 1,5 ni bo'lamiz 0,3 ga. 1,5 0,3 ga bo'lsak 50 chiqadi. Endi mahrajga o'tamiz. Mahrajda birinchi bo'lib, ya'ni bu 3-ish bo'ladi umumiy hisobda 3,20 dan 1. Ya'ni bu 3,100 dan 5 ekan. Ayiramiz 2,65 ni. Ayirsak 0,10 dan 4 chiqadi. 5-ish. Endi 0,10 dan 4 ni ko'paytiramiz 4 ga 1,10 dan 6 chiqadi. 6-ish. Endi 1,10 dan 6 ga qo'shamiz 2 taqsim 5 ni. 2 taqsim 5 degani 0,4 degani. Bu 2 bo'ladi. Demak, mahraj 2 chiqdi. Mana surat 50, mahraj 2 chiqdi. Endi suratni mahrajga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 50 taqsim 2 25 bo'ladi. Endi 25 ni 3,8 dan 1 ga bo'lamiz. 25 bo'lingan 3,8 dan 1 noto'g'ri kasrga o'tkazsak 25 taqsim 8 bo'ladi. Keyin buni 25 ko'paygan 8 taqsim 25 deb yozib olamiz. 25 dan qisqarsa javob 8 chiqadi. Demak, C javob to'g'ri ekan. Ikkinchisi, natural sonlar uchun quyidagi mulohazalarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini moslashtiring debdi. Demak, birinchi mulohaza 3 ga bo'linadigan son 6 ga ham qoldiqsiz bo'linadi. Bu xato mulohaza hisoblanadi. Chunki 15 sonini olsak 3 ga bo'linadi, lekin 15 6 ga bo'linmaydi. Mana bitta oddiy misol. Ikkinchisi, agar qo'shiluvchilardan biri 11 ga bo'linib, ikkinchisi 11 ga bo'linmasa, ularning yig'indisi ham 11 ga bo'linmaydi. Bu to'g'ri mulohaza hisoblanadi. Ya'ni mana A 11 ga bo'linib, B 11 ga bo'linmasa, A plus B hech qachon 11 ga bo'linmaydi. Bu to'g'ri mulohaza. Uchinchi mulohazada esa berilgan sonlar bo'linadigan sonlarning eng kattasi ularning eng katta umumiy bo'luvchisi bo'ladi debdi. Bu to'g'ri mulohaza bo'ladi. Ya'ni bu yerda e kubni aytmoqchi. Sonlarning bo'linadiganlarning orasidagi eng kattasi bu e kub bo'ladi. Demak, noto'g'ri, to'g'ri, to'g'ri degan javob bo'ladi. Bu mana A javobda. Noto'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. A javob to'g'ri bo'ladi ikkinchisi. Uchinchisi, A va B ikki xonali natural sonlar uchun e kublar, u sonlarning e kubini 12 ga ko'paytirganga teng ekan. A plus B ning eng kichik qiymatini toping. Bizda bitta qoida bor o'quvchilar, bilib qo'yinglar. Agar ikkita sonning e kubi, kelinglar shuni e kubni B deb yozay. E kub AB D ga teng bo'lsa, A ni biz D ko'paygan x, B ni biz D ko'paygan y shaklida yoza olamiz. Bunda x va y lar o'zaro tupsollar. Ya'ni x va y ning e kubi 1 ga teng bo'ladi. U holatda bundan ko'rinib turibdiki, bu sonlarning e kubi k deb yozaman e kubni. D ko'paygan x y bo'ladi mana. Mana shu qoidaga qo'yamiz o'quvchilar. Mana ularning e kubi demak D ko'paygan x y barobar 12 ko'paygan e kubi D bo'ladi mana. D lar qisqarib ketsa x ko'paygan y 12 bo'lyapti. O'zaro tub bo'lgan ko'paytmasi 12 ga teng bo'lgan juftliklar demak qaysi bo'ladi? 3 bilan 4 misol uchun mana x teng 3, y teng 4. 1 bilan 12 ni olsangizlar, bu yerda o'quvchilar A plus B eng katta bo'lmaydi, eng kichik bo'lmaydi. Hozir bizga eng kichigi kerak. X ga 1, y ga 12 olsangizlar o'quvchilar, x ga 1, y ga 12 olsangizlar, bular ikki xonali bo'lmay qoladi A va B sonlari. Demak, x 3, y 4 bo'lsa, demak A sonimiz shunda 3 kara D 3D bo'ldi. B sonimiz esa 4 kara D 4D bo'ldi. U holatda ikki xonali bo'lsin desa, D ga biz eng kichik qaysi sonni olsak A va B ikki xonali bo'ladi? 4 ni olsak. Demak, 4 ni qo'ysak, D teng 4 desak, A 12 bo'ladi, B esa 16 bo'ladi. Demak, bu shartlarni qanoatlantiradigan ikki xonali sonlar eng kamida demak 12 va 16 ekan. A plus B ning eng kichik qiymati shunda 28 bo'ladi. Javob B o'quvchilar. Xo'p, 4-savol yosh masalasi. Otasi 40, o'g'li 16 yoshda. Necha yildan keyin otasi o'g'lidan 2 marta katta bo'ladi debdi. Demak, x yildan keyin deb tenglama tuzamiz. X yildan so'ng
Otasi demak 40 plus x yoshga kiradi. O'g'li esa 16 plus x yoshga kiradi. Otasi o'g'lidan 2 marta katta bo'lsa, 2 ko'paygan 16 plus x bo'ladi mana. Mana shu tenglamani yechadigan bo'lsak, demak 40 qo'shilgan x barobar 32 qo'shilgan 2x bo'ladi. X barobar 8 bo'ladi. 8 yildan so'ng ekan. Javob A. 5-savol. 15 darajasi 60 plus 20 darajasi 30 sonini 13 ga bo'lganda qoldiqni toping. Demak, bu qoldiqlar nazariyasidan foydalanib yechamiz bu savolni. Demak, bu yerda avval 15 ni va 20 ni o'zini 13 ga bo'lib olamiz. Ya'ni 15 ni 60-si bu 15 dan 2 qoldiq qolgani uchun 13 ga bo'lganda 2 ni 60-siga teng bo'ladi. Mod 13 bo'yicha 20 ni 30-si esa 20 dan 7 qoldiq qolgani uchun 7 ni 30-siga teng bo'ladi mod 13 bo'yicha. Demak, bizning misolimiz mana bunaqa ko'rinishga keldi. 15 ni 60-si qo'shilgan 20 ni 30-si bu 2 ni 60-si plus 7 ni 30-si ko'rinishga keldi. Demak, biz mana bu yig'indini 13 ga bo'lganda qoldiqni topamiz. Demak, men oldin kanalimda ham o'rgatgandim. Fermat teoremasini, ya'ni Fermat's Little Theorem deyiladi. Demak, P tub son bo'lsa, mana bunaqa teorema bor. P tub son bo'lsa va A bilan P o'zaro tub bo'lsa, har doim A darajasi P minus 1 dan 1 qoldiq qoladi. Mod P bo'yicha, ya'ni P ga bo'lganda. Bu yerda 13 o'zaro tub va 2 bilan 7 13 tub son, 2 bilan 7 13 bilan o'zaro tub. Shu sababli Fermat teoremasiga ko'ra 2 ning 12-sidan 1 qoldiq qoladi. Mod 13 bo'yicha 7 ni ham 12-sidan 1 qoldiq qoladi mod 13 bo'yicha. Mod 13 bo'yicha. Demak, 2 ni 60-si degani o'quvchilar, demak 2 ni 12-sini 5-si degani, 7 ni 30-si degani, 7 ni 12-si, 7 ni 12-si va 7 ni nechisi bo'ladi? 6-si bo'ladi shunda. Demak, mana bu 2 ni 12-sini o'rniga 1 qo'ysak, mana bu 7 ni 12-siga ham 1, 7 ni 12-siga ham 1 qo'ysak, bu 1 qo'shilgan 1 kere 1 1, 7 ni 6-siga o'tib qoladi. 7 ni 6-si bu bilamiz, uni yanada parchalash mumkin. 7 ni 6-si 7 ni kvadratini kubi, ya'ni 49 ni kubi deb ham parchalash mumkin bemalol. Xullas, uni chuqur hisoblaydigan bo'lsangiz, 7 ni 6-sidan bu kichkina daraja-ku, endi buni o'zingiz hisoblang, 12 qoldiq qoladi. Ya'ni bu 1 plus 12 13 qoldiqqa o'tyapti. 13 qoldiq degani bu 0 qoldiq degani. Mod 13 bo'yicha. Mana shunday qiyinchiligi bor edi bunda. Javob C javob bo'ladi o'quvchilar. Xo'p, 6-savol. Bir ishni demak 5 nafar ayol ishchi 20 kunda qiladi. 5 nafar erkak ishchi esa 30 kunda bajaradi. Shunga ko'ra 2 nafar ayol va 2 nafar erkak ishchilar bu ishni necha kunda tugatadi? Demak, 5 nafar ayol, 5 ta ayol 20 kunda qilayotgan bo'lsa o'quvchilar, bitta ayol 5 kere 2 100 kunda qiladi, 100 kunda qiladi. Demak, bitta ayol tezligi u holatda o'quvchilar 1 taqsim 100 bo'ladi, qismi bo'ladi ishni kuniga. Kuniga 1 taqsim 100 qismini bajarar ekan. Xo'p, endi qaranglar, 5 ta erkak 30 kunda qilayotgan bo'lsa o'quvchilar bu ishni, bitta erkak 5 kere 30 150 kunda qiladi. Demak, bitta erkakning tezligi 1 taqsim 150 ish kuni ekan. Ya'ni kuniga ishning 1 taqsim 150 qismini bajarar ekan bitta erkak. Xo'p, shunda 2 ayol plus 2 erkak qancha kunda bajaradi desa barobar 2 taqsim 100 bo'ladi. Qo'shamiz 2 taqsim 150 bo'ladi. Barobar. Buni hisoblaydigan bo'lsak o'quvchilar, 1 taqsim necha chiqadi? 1 taqsim bu 1 taqsim 50, 1 taqsim 75, umuman olganda 1 taqsim 30 chiqadi. Demak, bu ikkita erkak va ikkita ayolning tezligi kuniga 1 taqsim 30 ekan. Demak, ular 30 kunda tugatishar ekan ishni. 30 kunda tugatishar ekan butun ishni. Javob A bo'ladi o'shanda o'quvchilar. 7-si. Qo'shni burchaklar ayirmasi ularning yig'indisidan 5 marta kichik, katta burchak necha gradus debdi. Demak, qo'shni burchaklarni mana bunaqa x va y deb oladigan bo'lsak, xo'p, x qo'shilgan y 180 gradus bo'ladi mana. Ularning yig'indisidan 5 marta kichik debdi. Demak, x minus y 180 gradus bo'lingan 5. Ya'ni bu necha bo'ladi o'shanda? 36 gradus bo'ladi.
Sistemani yechadigan bo'lsak o'quvchilar, qo'shib yuboradigan bo'lsa kattasi chiqadi o'shanda 2x teng 216 gradus. Bundan kelib chiqadiki x teng 108 gradus bo'lar ekan. Javob A. 8-savol. M ning qanday qiymatda mana shu kvadrat tenglamalarning faqat bitta ildizi umumiy bo'ladi debdi. Demak, bu tenglamalarni ayirib yuboramiz bir-biridan. Ayirib yuboradigan bo'lsangizlar o'quvchilar, x kvadratlar qisqarib ketadi, m lar xullas qisqarib ketadi-da, bizda minus x qo'shilgan 5 barobar 0 bo'lib qoladi, ya'ni x teng 5 bo'lib qoladi. O'sha ildiz 5 bo'lish kerak bo'ladi. Endi x teng 5 ni birinchi tenglamaga qo'ysak, mana tenglamaga qo'yamiz. Birinchi tenglamaga qo'yamiz x teng 5 ni. Bu demak minus x plus 5 teng 0 qayerdan kelib chiqdi? Ayirganimizda tenglamalarni ustun shaklida ayirib yuboramiz birinchidan. Xo'p, birinchi tenglamaga qo'yadigan bo'lsak, 25 ayrilgan, demak 5m ayrilgan m ayrilgan 1 barobar 0 bo'ladi. Demak, bu tenglamani yechsak 6m teng 24, m teng 4 bo'ladi o'quvchilar. Javob D. 9-savol. ABCD trapetsiyaning BC yon tomoni 5 ga teng. Agar A va D uchlardan BC to'g'risigacha bo'lgan masofalar mos ravishda 3 va 7 bo'lsa, ABCD trapetsiya yuzini toping. Demak, mana trapetsiya tasavvur qilaylik. Xo'p, A demak BC yon tomoni deyapti bu yerda. Demak, AB bilan CD asos bo'ladi bu yerda. Xo'p. Mana A, B, C, D. Xo'p, BC yon tomoni 5 ga teng. Mana tasavvur qilinglar, bu 5. A va D uchlardan BC to'g'risigacha bo'lgan masofa. Demak, BC to'g'risiqni mana bu yerda davom qildirsak, bundoq davom qildirsak, mana bu masofa va mana bu masofa aytayapti. Shular 3 va 7 deyapti. 3 va 7. ABCD trapetsiyani yuzini toping debdi. Xo'p, bu yerda bitta narsani e'tibor beringlar. Trapetsiyani yuzasiga doir bitta fakt bor bu yerda. Agar mana bundoq diagonallarni o'tkazadigan bo'lsak, qaranglar, diagonallarni o'tkazadigan bo'lsak, trapetsiyani yuzini S deb olsam, trapetsiyani yuzi ikkita uchburchaklarning yuzalarining yig'indisiga teng. S, ADC, mana chizmadan ko'ring, mana ADC uchburchakni AC bu uchburchakka qo'shganimizga teng. AC bu uchburchakka qo'shganimizga teng. Boshqa tomondan ADC uchburchak o'quvchilar trapetsiyaning shunday xossasi borki, bu S DCB uchburchakka teng bo'ladi mana. Mana bu uchburchakning yuzasiga teng bo'ladi. Plus keyin yana SACB. Boshqa tomondan qaranglar. DCB uchburchakning yuzasi, CB ko'paytirilgan, mana bu 3 ga teng bo'lgan balandlik taqsim 2 bo'ladi, qo'shilgan. ACB uchburchakning yuzasi esa CB tomon va mana bu 7 ga teng bo'lgan balandlik. Ya'ni ACB uchburchakning yuzasi 5 kara 7 taqsim 2 bilan aniqlanadi mana. CB kara 7 taqsim 2. CB ning o'rniga 5 qo'yadigan bo'lsak, xullas 5 kara 3 taqsim 2 qo'shilgan 5 kara 7 taqsim 2 25 chiqadi mana. Trapetsiyaning yuzasi demak 25 bo'lar ekan o'quvchilar. Javob D. Xo'p, demak mana shu ikkalasi bir-biriga teng bo'ladi trapetsiyada. Xo'p, 10-savolga o'tadigan bo'lsak, ABCD uchburchakda AD balandlik, AE median o'tkazilgan, sal medianaga o'xshamay qolibdi, lekin masala shartiga qaraysizlar. DE 5 bo'lsa va BC 12 bo'lsa, ABC uchburchakning perimetri 32 ga teng bo'lsa, AD balandlikning uzunligini toping. Xo'p, demak AE mediana bo'lsa, o'quvchilar mana bu 1 bo'ladi, mana bu 6 bo'ladi. Mediana bo'lgandan keyin teng 2 ga bo'lish kerak-ku. Sal o'xshamagan-ku, lekin qilsa bo'ladi. Agar mana bu balandlikni x deydigan bo'lsak, o'quvchilar Pifagor teoremasiga ko'ra mana bu nima bo'ladi? X kvadrat plus 1 bo'ladi ildiz ostida. Mana bu tomon esa Pifagor teoremasiga ko'ra ildiz ostida x kvadrat plus mana bu tomon 11 mi? 11 ning kvadrati 121 bo'ladi mana. Mana shunga teng. Endi perimetri 32 ekanligidan foydalanamiz. Bu yoqda ildizli tenglama hosil bo'ladi. X kvadrat plus 1 ildiz ostida plus x kvadrat plus 121 plus 12 barobar 32. Demak, mana bu yig'inda ildiz ostida x kvadrat plus 1 qo'shilgan ildiz ostida x kvadrat plus 121 20 ga teng bo'lishi kerak o'quvchilar. Demak, bu tenglamani yechish uchun mana bu ildiz ostida x kvadrat plus 1 ni narigi tomonga o'tkazib kvadratga oshirish kerak bo'ladi.
Ya'ni mana bu yerda ildiz osti x kvadrat plus 121 ni qoldiramiz. Narigi tomonga minus qilib ildiz osti x kvadrat plus 1 ni o'tkazamiz. Endi kvadratga oshiramiz. Ikkala tomonni kvadratga oshiramiz. Ikkala tomonni kvadratga oshirsak, keringlar chap tomonni yozaman. Chap tomonimiz x kvadrat plus 121 ni o'zi bo'ladi. O'ng tomonimiz esa a minus b ni kvadratdan 400 ayrilgan 40 ildiz ostida x kvadrat plus 1 qo'shilgan, ya'ni x kvadrat plus 1 bo'ladi o'quvchilar. Mana x kvadratlar qisqaradi. Shu bilan mana 40 ildiz ostida x kvadrat plus 1 ni o'zini topadigan bo'lsak, qolgan x lar bo'lmaydi-da endi. Shunda 401 dan 121 ni ayiradigan bo'lsak, 280 bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, ildiz ostida x kvadrat plus 1 7 chiqadi. Kvadratga oshirsak, x kvadrat plus 1 teng 49, x kvadrat teng 48 bo'ladi. X imiz teng 4 ildiz ostida 3 bo'ladi mana o'quvchilar. Demak, javob D bo'ladi bu yerda. Xo'p, kvadratga oshiramiz, bildingizlar bu yerda. Mana bundoq qilib kvadratga oshiramiz ikkala tomonni. Xo'p, 11-savol. Ifodani soddalashtiring debdi. Bu ifodani bemalol soddalashtirish kerak o'tirib olib. Xo'p, umumiy makhraj beramiz demak. Birinchisiga umumiy makhraj beradigan bo'lsak, makhrajlarni ko'paytiruvchiga ajratsak, nima bo'ladi? Makhrajlarni ko'paytiruvchiga ajratsak. Xo'p, mana bunga a plus 1 ko'paygan a minus 1 yetmayapti. Mana bunga a minus 1 yetmayapti. Mana bunga a kvadrat minus a plus 1 yetmayapti. Shunda demak, qavsning ichini t deb oladigan bo'lsak, mana t deb oladigan bo'lsak, t barobar nima bo'ladi? Umumiy makhraj a plus 1 a minus 1 a kvadrat minus a plus 1. Suratda nima bo'ladi? 3a kvadrat minus 3 ayrilgan 3a qo'shilgan 3 qo'shilgan mana bu ikkalasini ko'paytmasi. Bu ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak o'quvchilar, nima hosil bo'ladi? Bu ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak. Xo'p, a kub minus a kvadrat plus a minus a kvadrat plus a minus 1. Qisqartiramiz endi. Xo'p, nimalar qisqaradi bizda? Mana bu uchlar qisqarib ketar ekan. Xo'p, a kub qoladi. A kub. Xo'p, a kub bo'ladi. Mana bu a kvadratlar qisqarib mana bu yerda bitta a kvadrat qoladi. Demak, plus a kvadrat. Mana bu yerda a 3a qisqaradida minus a qoladi. Minus a, keyin minus 1. Makhrajda a plus 1 a minus 1 a kvadrat minus a plus 1. Tepani ko'paytiruvchiga ajratsa bo'ladi. Tepani ko'paytiruvchiga ajratsak, a kvadrat nima bo'ladi? A kvadrat minus 1 ko'paygan a kvadrat minus 1 ko'paygan a plus 1. Mana shunday ko'paytiruvchiga ajraladi. Pastda esa a kvadrat minus 1 ko'paygan a kvadrat minus a plus 1. Xo'p, a kvadrat minus 1 lar qisqarib ketadi. Demak, t imiz mana shu chiqdi. Endi bizdan minus 1 darajasi kerak. T ni minus 1 darajasi bu. Teskari qilamiz. A kvadrat minus a plus 1 taqsim a plus 1 bo'ladi. Endi biz buni ko'paytirishimiz kerak mana bu ifodaga. Bu ifoda e'tibor beradigan bo'lsangizlar, bu ifodani ham kelinglar mana bu yerdan yozay. A ni minus 1 plus 1 taqsim a degani bu 1 taqsim a plus 1 taqsim a degani. Ya'ni bu a plus 1 taqsim a kvadrat chiqadi. Shuni kvadrati ekan. Demak, bu a plus 1 ni kvadrati taqsim a ni 4-inchisi bo'lar ekan. Demak, bularni ko'paytirsak a plus 1 larni bittasi qisqaradi. Mana bu ikkalasi ko'paysa a kub plus 1 taqsim a 4. Demak, mana bu javob qaysi javobda bor? Xo'p, qaraydigan bo'lsak, C javobda ekan bu. Demak, 11 C bo'lar ekan o'quvchilar. Xo'p, ketdik. 12-savol. D1, D2, D3 parallel bo'lsa, alfani toping debdi. Bu yerda turli usullar bor. Eng yaxshi usul bu yerda mana bu eng pastki tomonidan, mana bu y'dan ikkita tomonga parallel chiziqni o'tkazib yuborish. Mana shundoq parallel chiziqni o'tkazib davom qildirib yuborsak, mana bu burchak, mana bu yer 100 bo'lgani uchun ikkalasini yig'indisi 180 bo'ladi-da, 80 ga to'g'ri keladi bu yer. Endi biz mana bu burchakni topsak bo'ldi. Shu burchakni topamiz. E'tibor beringlar, bu burchakni topmoqchi bo'lsak, mana bu ikkalasidan parallel chiziqlarni shundoq o'tkazib yuboraylik. Ikkala tomonga ko'rasizlar nechaga teng bo'lishini mana. Xo'p, qaranglar endi. Mana bu 40. Demak, mana bu yerga ham 40 qoladi tepasiga.
pastiga 10 qoladi. Chunki bular 50. Bu yer ham 10 bo'ladi endi parallel bo'lgani uchun. Bu yer esa 60 bo'ladi. Общий 70 edi. Bu yer ham demak necha bo'lar ekan o'quvchilar? 60 bo'lar ekan. Demak bu yer 60 bo'lsa, 60 ga 80 ni qo'shamiz 140, o'rtasiga demak 40 qoladi. Demak bu yer 20, bu yer 20 bo'ladi o'quvchilar. Demak bu ikkalasi 20 bo'lsa bu 100 ekan. Ya'ni alfamiz mana bunga teng bo'ladi общий. 60 plus 20 ga. Demak 60 plus 20 alfamiz necha bo'lar ekan? 80 gradus. Demak mana bu yerga 80 gradus to'g'ri kelar ekan. Javob B o'quvchilar. Xo'p, 13-savol. Agar 2x - 3, f2x - 3, x plus 3 taqsim x minus 2 bo'lsa, f7 ni qiymatini toping. Demak, oldin biza o'quvchilar f7 ni o'zini topishimiz kerak. f7. Mana kelinglar f7 ni o'zini. f7 degani nima degani? Qaranglar. F ning ichida turgan argument 7 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana 2x - 3 7 ga teng bo'lishi kerak. Demak, sizlar 2x - 3 ni 7 ga tenglashtirib x ni topib olinglar. Demak, bunday qilamiz birinchi. 2x - 3 barobar 7, 2x barobar 10, x barobar 5. Demak, o'quvchilar biz x ga 5 qo'ysak f7 ni topar ekanmiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz x ning 5 bo'lishi kerak. X ning 5 bo'lsa, mana buni ichi f7 bo'lib qoladi. Mana f7 barobar 5 plus 3 taqsim 5 minus 2. Ya'ni necha bo'ladi bu? 8 taqsim 3 bo'ladi. Endi f7 degani, f7 degani nima degani? f7 degani f8 taqsim 3 ekan. f8 taqsim 3 ni topish uchun x ning o'rniga necha qo'yganda mana bu 2x - 3 ichida endi 8 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Shuni aniqlab olishingiz kerak. Demak, sizlar 2x - 3 teng 8 taqsim 3 degan tenglanmani yechasizlar. Buni yechsizlar 2x barobar demak 17 taqsim 3 bo'ladi. X teng 17 taqsim 6 bo'ladi. Demak, x ning o'rniga 17 taqsim 6 ni qo'ysangizlar, f8 taqsim 3 ni topar ekansizlar. Demak, 17 taqsim 6 qo'shilgan 3 taqsim 17 taqsim 6 minus 2 barobar bu 6 kere 3 18 qo'shadigan bo'lsak 35 taqsim 6 bu 11 taqsim 6 bo'ladi. 6 lar qisqarsa necha chiqadi bu? Xo'p, hech qayerda xato qilmadimmi? Xato qilibman mana bu yerda. 11 taqsim 6 bo'lmas ekan. 6 kere 2 12, 17 dan 12 ni ayirsak 5. 5 taqsim 6 bo'lar ekan mahraj. 6 lar qisqarib ketadi-da, 35 taqsim 5 javob 7 chiqadi. Javob C ekan mana o'quvchilar. f7 7 chiqar ekan. Xo'p, 14-savolga o'tamiz. X litr konsentratsiyasi 20%, keyin 40 litr konsentratsiyasi 30% va 20 litr konsentratsiyasi 20% bo'lgan eritmalar aralashtirilib 25% aralashma hosil bo'ldi. X ni toping debdi. Demak, bunday bo'ladi. Bu yerda x litr demak 20% qo'shilgan 40 litr ko'paygan 30% qo'shilgan 20 litr ko'paygan 20% barobar jami massa qancha bo'ladi? Mana x 40 va 20. Demak, bu jami x plus 60 litr bo'ladi va uni konsentratsiyasi 25% bo'lishi kerak. Mana shu tenglamani yechish kerak o'quvchilar. Mana shu tenglamani yechamiz. Nima bo'ladi? 20x qo'shilgan 1200 qo'shilgan 400 barobar 25x qo'shilgan 60 ni 25 ga ko'paytirsam 1500 bo'ladi mana. Xo'p, demak bu yerda 5x teng 1600 dan 1500 ni ayirsak 100 bo'ladi. X teng 20%. 20 litr umuman olganda. X topsak 20 litr chiqadi. Javob A. 15-savol. Demak, agar mana shu x plus 3 taqsim x plus 2 teng 5 bo'lsa, quyidagi ifodani qiymatini toping debdi. Demak, biz bu yerda nima deb belgilab olamiz? O'sha x plus 2 ni y deb belgilab olsak yoki a deb belgilab olaylik. Nima bo'ladi? Mana bu ximiz, a minus 2 bo'ladi. Qo'shilgan 3 taqsim a barobar 5 bo'lyapti masala shartiga ko'ra. 2 ni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, a qo'shilgan 3 taqsim a imiz 7 bo'ladi. Endi bizdan nimani so'ragan? Qaranglar, mana bu x plus 2 ni a deb belgilab oluvdik-ku, a kvadrat qo'shilgan 9 taqsim a kvadratni so'ragan. Biz buni topishimiz uchun a plus 3 taqsim a ni kvadratga oshiramiz. Mana a qo'shilgan 3 taqsim a ning kvadrati barobar 7 ni kvadrati. Bundan kelib chiqadiki, a kvadrat qo'shilgan a plus 3 taqsim a demak 6, 2ab
keyin 9 taqsim a kvadrat teng 49. Bu yerda qisqa ko'paytirish formulasini bilmasangiz yecha olmaysiz. Bundan kelib chiqadiki, a kvadrat qo'shilgan 9 taqsim a kvadrat teng 43 bo'ladi. Mana bu 43 chiqar ekan. Javob B. Mana buni kvadratga oshirishni bilishingiz kerak. 16-savol. Demak, agar mana shunaqa shart o'rinli bo'lsa, ifodani soddalashtiring debdi. Demak, moduldan har doim musbat son chiqadi, shuni bilinglar. Demak, ketdik. Y minus z ni moduli nima chiqadi? Y imiz z dan kichkina bo'lgani uchun buni o'rin almashgani chiqadi. Z ayrilgan y chiqadi. Musbat chiqishi kerak-da. Z dan y ni ayirganimiz chiqadi endi. Endi z minus t ni moduli nima chiqadi? Z minus t ni moduli t z dan katta bo'lgani uchun t minus z chiqadi. Xo'p, x plus z ni moduli nima chiqadi? X plus z ni moduli. X bilan z ning ikkalasi ham manfiy bo'lgani uchun o'quvchilar mana yig'indisi ham manfiy bo'ladi. Demak, buni oldiga minus qo'yilgani chiqadi. Mana minus x plus z chiqadi. Endi bizda qaysi qoldi? Y minus t qoldimi? Y minus t. Y minus t qoldi. Y minus t emas, t minus y chiqadi. Chunki t kattaroq bu yerda. Buni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, qaranglar. Y minus z ni o'rniga z minus y qo'yaman. Keyin qo'shilgan t minus z qo'yaman. Ayrilgan x plus z ni o'rniga minus x plus z qo'yaman. Ayrilgan y minus t ni o'rniga t minus y qo'yaman. Y bo'ladi mana shu yerda. Barobar qavslarni ochadigan bo'lsam, z minus y qo'shilgan t minus z qo'shilgan x plus z qavslarni ochamiz. Minus t qo'shilgan y. Barobar mana t lar qisqarib ketadi. Z lar qisqarib ketadi bu yerda, y lar qisqarib ketadi va bu yerda nima qoladi? Z plus x qoladi. Javob A bo'ladi o'quvchilar. 17-savol. Demak, Witt teoremasidan foydalanishimiz kerak ekan bu yerda. Tenglamaning ildizlar bo'lsa, quyidagi ifodaning qiymatini toping debdi. Demak, Witt teoremasiga ko'ra x1 plus x2 7 ga teng bo'lyapti. x1 ko'paygan x2 esa 2 ga teng bo'lyapti Witt teoremasiga ko'ra. Shunda mana bu nima bo'lyapti? 7 ni 4-darajasi ayrilgan x1 minus x2 ni 4-darajasi bo'lyapti. Xo'p, bizga endi x1 minus x2 kerak. Demak, x1 minus x2 emas, x1 minus x2 ni kvadratini topamiz. x1 minus x2 ni kvadrati bilamizki, x1 plus x2 ni kvadrati ayrilgan 4x1 x2 keltirish formulasidan topiladi. Witt teoremasidan o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bu 49 ayrilgan 4 kere 2 8 41 ga teng. Demak, x1 minus x2 ni 4-si shunda 41 ni kvadrati bo'ladi. Ya'ni bu 1681 degan. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, 7 ni 4-si shunda 2401 bo'ladi. Keyin 1681 ni ayiradigan bo'lsak, 720 bo'ladi o'quvchilar. 17-savol javob A. 18-savol. Demak, B vektor mana shu. A va B vektorini ko'paytmasi 29. A vektor B vektorga parallel bo'lsa, A vektorining uzunligini toping debdi. Xo'p, A vektor B vektorga parallel degani o'quvchilar, bu vektorlarning mavzusini bilishlaringiz kerak. Buni yetishlaringiz uchun A vektor bu K ko'paygan B vektor degani. Bu yerda K natural son. Endi A va B ni ko'paytmaga qavs qo'yishim shart emas o'zi aslida. Mana ko'paytmasi A ni o'rniga K kara B vektorini qo'yadigan bo'lsam, ko'paygan B vektor bo'ladi. O'quvchilar, mana bu B vektorni uzunligiga teng o'quvchilar mana. Demak, bu 29 bo'lyapti. Endi biz B vektor kara B vektorini topib olsak bo'ladi-yu, B vektor bizda mana B vektor kara B vektor degani bu minus 2 3 4 ni ko'paytirishimiz kerak. Minus 2 3 4 ga. Demak, bunda minus 2 ni minus 2 ga ko'paytiramiz 4, 3 ni 3 ga ko'paytiramiz plus 9, 4 ni 4 ga ko'paytiramiz 16. Demak, bu chiqadi bizda 29. Demak, B vektorni B vektorga ko'paytirsak ham 29 chiqyapti. Demak, bundan kelib chiqadiki, K nechiga teng? 1 ga teng o'quvchilar. K 1 ga teng bo'lsa, mana bu yerda A vektorimiz B vektorimizga aynan teng bo'lar ekan. Bu holatda ularning uzunligi ham teng bo'ladi. A vektorining uzunligi B vektorining uzunligiga teng bo'ladi. B vektorining uzunligi nima bo'ladi? Ildiz ostida B vektor kara B vektor. Bu vektorlarning formulasidan. Ya'ni ildiz ostida 29 vektorlar mavzusini bilishlaringiz kerak bu yerda. Demak, javob A o'quvchilar.
19-savol. Demak, Abror va Botir fond bozorida savdo qilishadi. Abrorning puli Botirning pulidan 3 barobar ko'p. Abror oy boshida pulning 30% ni fond bozoriga kiritdi va 10% zarar ko'rdi. Qolgan pulni ko'chmas mulk bozoriga kirib 20% foyda qildi. Botir oy boshida pulni 40% ni kiyim-kechak biznesiga kiritib 20% zarar ko'rdi. Qolgan pulni oltin qo'shishga investitsiya qilib 30% foyda oldi. Agar oyning oxirida Abror va Botirning birgalikdagi sof foydasi 43 ming dollarni tashkil qilgan bo'lsa, oy boshida Botirning dastlabki mablag'i necha ming dollar bo'lgan? Juda zo'r savol. Demak, bunday qilamiz, qaranglar. Botirda boshida B so'm bo'lsin. U holatda Abrorda boshida 3B so'm bo'ladi. Ketdik. Endi Abrorni tahlil qilaylik. Abror. Xo'p, nima debdi? 30% ni fond bozoriga kiritdi. Demak, 3B ni 30% 0.3 ga ko'paytirsak, 0.9B bo'ladi. Mana shunga 10% zarar. Mana chunki 10% zarar ko'rdi-da, mana 10% zarar. 10% zarar ko'rsa, demak, bu degani 0.9B ko'paygan 0.9 bo'ladi. 10% zarar ko'rgan bo'lsa 0.9 ga ko'paytiramiz. 0.9 foyda olgan. Qismi qolgan bo'ladi. O'shanda 10% ketgan bo'ladi. Shunda bu yerda bu 0.81B pul ishlayapti. Endi mana birinchi qismi edi bu. Ikkinchi qismi. Qolgan pulni ko'chmas mulk bozoriga kiritdi. Demak, 30% fond bozoriga ketgan bo'lsa, 3B ni 70%, ya'ni 2.1B si nimaga kirdi? Ko'chmas mulk bozoriga kirdi, 20% foyda oldi. 20% foyda degani mana ga 20% foyda. Bu degani biz 2.1B ni 1.2 ga ko'paytirishimiz kerak degani. 20% foyda degani 1.2 degani. Ko'paytirsak bu 252B bo'ladi. Demak, mana birinchisidan 0.81B bilan chiqdi, ikkinchisidan 252B bilan chiqdi. Demak, bu jami qancha pul bilan chiqadi? Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 333B. Bu degani foydasi qancha bo'ladi shunda? Foydasi 0.33B bo'ladi shunda. Bo'ldi mana. Abrorni tahlil qildik. Endi Botirga keladigan bo'lsak, Botir ham xuddi shunday ish qiladi. Birinchi bo'lib 40% ni kiyim-kechakka kiritib 20% zarar ko'rdi. Demak, 40% qancha bo'ladi? 0B edi puli, 40% 0.4B bo'ladi. 20% zarar ko'rgan bo'lsa, demak uni biz 0.8 ga ko'paytiramiz. 0.32B ishlagan bo'ladi bu paytda. Ikkinchisi, qolgan pulni oltin qo'yishga sarfladi. 0.4B ni emas, 0.6B ni endi 60% bo'ladi. Uni oltin qo'yishga sarfladi va 30% foyda oldi. Demak, 30% foyda degani 1.3 ga ko'paytiramiz degani. Shunda bu 0.78B bo'ladi. Bu jami bu yerda qancha ishlagan bo'ladi? 1.1B ishlagan bo'ladi jami. Mana. Jami 1.1B ishlagan bo'ladi. Shunda foydasi qancha bo'ladi? O'zi puli B edi-ku. Demak, foydasi 0.1B bo'ladi mana. Demak, Abrorning foydasi 0.33B, Botirning foydasi 0.1B. Endi ikkalasi birgalikda 43 ming dollar tashkil qilgan. Demak, 0.33B qo'shilgan 0.1B barobar 43 ming. Buni qo'shsak 0.43B teng 43. Demak, B ni topadigan bo'lsak 100 ming dollar. 100 ming dollar bo'ladi shunda. Necha ming dollar bo'lgan bo'lsa 100 ming dollar javobdi. Mana o'quvchilar, juda ajoyib savol matnli masalalarga. Xo'p, 20-savol. A -1.5 va B 3.1 nuqtalar berilgan bo'lsa, A ning qanday qiymatda mana shu ikkita to'g'ri chiziqlarning keshish nuqtasi AB kesmaga tegishli bo'ladi debdi. Demak, AB chiziqni olib olamiz oldin. AB chiziqni tenglamasini tuzib olamiz yaxshisi oldin. Demak, -1.5, 3.1 nuqtalardan o'tgan bo'lsa, siz buni bemalol tuzib olishingiz mumkin. Mana y barobar kx plus b ko'rinishda deb tasavvur qilib, -1.5 nuqtalarni qo'yib sistema qilib k ni topsangiz, k va b ni topsangiz, xullas y teng 4 - x chiqadi. Mana AB chiziq 4 - x chiqadi. Mana shu nuqtalarni qo'ysangiz to'g'ri keladi bu. Endi mana bu ikkitasini keshish nuqtasini topamiz. Keshish nuqtasi qanday topiladi? Sistema qilib topiladi. Ya'ni 3x umuman 3x - y - 4 teng 0. Ax qo'shilgan y - 6 barobar 0.
tenglamalar sistemasini demak qo'shib yuboradigan bo'lsak, x ko'paygan a plus 3 barobar umuman 10 bo'lib qoladi. X teng 10 taqsim a plus 3 bo'ladi. X 10 taqsim a plus 3 bo'lsa, x 10 taqsim a plus 3 bo'lsa, boshqa tomondan mana shu kesishgan nuqta, mana shu nuqta. Mana bu 4 minus x ga ham tegishli bo'ladi-da. Ya'ni bu yerda mana bunaqa sistemani ham yechib x ni topib olishingiz mumkin. Bu yerda 3 ta to'g'risiz kesishyapti. Mana bu chiziqlar. Mana bu chiziq va mana bu chiziq kesishyapti. Hozir bu ikkita chiziqni kesishtirib x ni topdik, 10 taqsim a plus 3 chiqdi. Endi y teng 4 minus x bilan mana bu chiziqni kesishtiramiz. 3x minus y minus 4 teng 0. Y ni topib oladigan bo'lsak, bu yoqdan y imiz 3x minus 4 chiqadi. Bu yerda x minus 4 ni demak 3x minus 4 ga tenglashtirsak, x barobar 2 chiqadi. Demak, 3 ta chiziq x barobar 2 degan nuqtada kesishar ekan. Umuman olganda. Demak, 2 barobar 10 taqsim a plus 3 deb oladigan bo'lsak, a plus 3 barobar 5, a teng 2 bo'lar ekan o'quvchilar. Javob C. Mana o'quvchilar, demak, matematika blogidagi hamma savollarni tahlil qilib chiqdik. Endi fizika blogiga o'tamiz. Birinchi savol: oralaridagi masofa 15 km bo'lgan ikki stansiya orasida harakatlanuvchi poyezdning o'rtacha tezligini hisoblang metr taqsim sekundda. Agar poyezd birinchi stansiyadan chiqqandan so'ng 40 daqiqada ikkinchi stansiyaga yetib borgan bo'lsa, demak S barobar bu yerda 15 km bo'lyapti. Metrga o'tadigan bo'lsak 15000 metr bo'ladi. T barobar demak 40 minut bo'lyapti. Sekundga o'tkazadigan bo'lsak 2400 sekund bo'lyapti. Biz bilamizki V barobar S taqsim T. Demak, 15000 metr taqsim 2400 sekund. Bu 625 metr taqsim sekund chiqadi o'quvchilar. Javob B. Ikkinchisi, sirtga 0,5 metr kvadrat yuzasi bilan turgan yog'och brusokka 50 newton og'irlik kuchi ta'sir qilmoqda. Brusokning sirtga beradigan bosimi necha paskal? Demak, S barobar 0,5 metr kvadrat, F barobar kuchimiz 50 newton. Demak, bosimni topish uchun P barobar F taqsim S formuladan foydalanamiz. Bu degani 50 taqsim yarim, ya'ni 100 paskal. Newton taqsim metr kvadrat. Javob A. 23-savol. Demak, massasi 80 kg bo'lgan odamni suvda ko'tarib turish uchun qalinligi 25 cm bo'lgan muz bo'lagining yuzasi necha metr kvadrat bo'lishi kerak debdi. Demak, bu yerda nima bo'lishi kerak? E'tibor beringlar. Muz bo'lagi suvda suzib yuradi, to'g'rimi? Odam muz ustida turganda muz biroz botadi. Endi muz to'liq botib ketmasligi uchun mana muzni tagidan ko'taradigan qo'shimcha ko'taruvchi kuch bor-ku, Arximed kuchi. Mana shu tagidan ko'taradigan Arximed kuchi mana odam turibdi, tasavvur qilinglar. Mana shu Arximed kuchi mana shu ikkalasini odam bilan muzni yerga suvga beradigan bosimiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni nima bo'lishi kerak bu yerda? F Arximedimiz barobar bo'lishi kerak muzni bosimi qo'shilgan odamni bosimiga teng bo'lishi kerak. Xo'p, demak, Arximed kuchimizni uje formulasini bilasizlar. F Arximedimiz nimaga teng? Rho suv ko'paygan J, keyin botayotgan hajm, bu jismni, demak, mana bu muzni hajmi. Endi ketdik. Muzni beradigan bosimi nima bo'ladi? Muzni beradigan bosimi Rho muz zichligi JV. Endi keyingisi odamni beradigan bosimi P odamni bosimi MJ bo'ladi. Bilasizlar. Endi bo'ldi. Demak, endi tenglamalarni qiladigan bo'lsak, yozadigan bo'lsak nima bo'ladi bu yerda? Tenglamalarni yozadigan bo'lsak, xo'p, suvni zichligini bilamiz. Mana shu yerda yozib ketay. Suvni zichligi maktab fizikasida bilasizlar, suvni zichligi nima bo'ladi? 1000 kg taqsim metr kub bo'ladi. Muzni zichligi maktabda 900 kg taqsim metr kub deb o'rgatishgan bo'lsa kerak sizlarga. To'g'rimi? Shunda bizdan nimani so'ragandi? Muz bo'lagining yuzasi kerak bizga. Muz bo'lagining yuzasi kerak. Demak, muz bo'lagining yuzasi, muz bo'lagining o'zi hajmi kerak edi. Hajm qanday topiladi? V barobar S kara H deb topiladi. Ya'ni mana bu yerda H'imiz 0,25 ligi bor. Xo'p, bunday qilamiz, qaranglar. Tenglamani qanday qilamiz? Mana bu F Arximed
ayrilgan p muz barobar p odam deb olamiz. O'rniga qo'yadigan bo'lsak o'quvchilar, ro suv ayrilgan ro muz ko'paygan j v barobar mj bo'ladi. V imiz bizda sh. Endi o'rniga qo'yadigan bo'lsak qaranglar, 1000 ayrilgan demak 900 ko'paygan j ko'paygan sh ya'ni s ko'paygan 0,25 muzni qalinligi barobar odamning og'irligi 87 ko'paygan j. Jlar qisqarib ketadi. Demak bu tenglamada 25 s barobar 80 bo'ladi. S ni topadigan bo'lsak 3,2 metr kvadrat chiqadi. Javob C. 24-savol. Demak, blok turlari haqida ketgan. Rasmda ko'rsatilgan bloklarning turini aniqlang debdi. Yuqoriga mahkamlangan mana bu blok, mana A blogimiz, demak, ko'chmas blok bo'ladi o'quvchilar. Ko'chmas blok bo'ladi. Mana chunki bu mahkamlangan. Demak, bu ko'chmas. Endi yuk bilan birga yuradi. Mana yuk qanchalik pastga yursa, mana bu blok ham shunchalik pastga tushib ketadi. Bu ko'char blok bo'ladi. Ko'char blok bo'ladi. A ko'chmas, B ko'char. Javob D bo'ladi o'quvchilar. 25. Potensial energiyaga bog'liq ekanda bu. 8 metr balandlikka ko'tarilgan jismning potensial energiyasi 220 joule bo'lsa, ortgan bo'lsa, jismning massasi qancha debdi. Demak, bu yerda energiyaning ortishi, potensial energiyaning ortishi mgh bilan topiladi. Bu demak bizda 220 bo'layotgan ekan. Demak, bizda j imiz 10, h imiz esa 8. H imiz 8. M ni topadigan bo'lsak, m barobar 220 taqsim 10 ko'paygan 8. Bu 275 kilogramm bo'ladi. Xo'p, 26-si. Demak, massasi 7 kilogramm bo'lgan fonar ko'chadagi ustunga osib qo'yilgan. Rasmdagi ma'lumotdan foydalanib, uning energiyasini toping debdi. Energiyasini topish formulasi potensial energiya bo'ladi bu ham. Fonarning energiyasi mgh balandlikka doir bo'lsa, mgh bo'ladi. Demak, bu m imiz 7 kilogramm, j imiz 10, h imiz esa masalada 3. Bu 210 joule bo'ladi. Javob C. 27-si. Atom yadrosi, bilib qo'yinglar, bu proton va neytronlardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, bundan tashqari, demak, proton musbat zaryadga ega bo'ladi. Neytron esa zaryadga ega bo'lmaydi. Mana, zaryadga ega bo'lmaydi. Proton musbat zaryad, neytron zaryadga ega emas. Bu qaysi javobda bor? Proton, neytron. A javob. Bilib qo'yinglar buni. 28. 2 daqiqa 30 sekundning xalqaro birliklar sistemasidagi o'tkazing debdi. Bo'ldi, oson. 2 minut 30 sekund. Bu 2 kere 60 qo'shilgan 30. Ya'ni 150 sekund. Javob D. 29. Xo'p, oqimining tezligi 2 km/soat bo'lgan daryoda turg'un suvga nisbatan tezligi 8 km/soat bo'lgan kater 1,5 km masofaga borib qaytish uchun qancha vaqt sarflaydi debdi. Demak, turg'un suvga nisbatan tezligi demak 8 ekan. 8 km/soat va oqim demak 2 km taqsim soat. Demak, oqimning tezligi. Demak, 1,5 kilometrga borib qaytish uchun nima qiladi? Demak, vaqtni topish uchun borganda demak ularning tezligi qo'shiladi. 1,5 taqsim 8 plus 2 bo'ladi. Qaytganda esa tezliklar ayriladi. 8 minus 2 bo'ladi mana. Buni hisoblaysizlar. Demak, 1,5 taqsim 10 qo'shilgan 1,5 taqsim 6. Demak, bu necha bo'ladi? 0,15 qo'shilgan 0,25. 0,4 soat. 0,4 soat degani bu 24 daqiqa degani. Javob A. 30-savol. Jism vertikal yuqoriga 20 metr taqsim sekund tezlik bilan otildi. Uning maksimal ko'tarilish balandligi qancha? Demak, bilamizki, maksimal ko'tarilish balandligi v0 kvadrat taqsim 2j. Demak, bu 400 taqsim 20, ya'ni 20 metrga otiladi. Javob C.
Mana aziz o'quvchilar, shu bilan biz barcha savollarni tahlil qilib chiqdik. Fizika o'sha men maktabda o'qigan bilim bilan yechib berishga harakat qildim. Iloji boricha formulalardan foydalanardik biz. Sizlarga ham shunaqa yechib berdim. Agar tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, mehnatimizni demak qadrlab, like, reaksiya va izohlarda foydali bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lganini yozib ketinglar. Hammaga rahmat. Keyingi testlarimiz ham demak Mesmentor Telegram kanalimizda bo'ladi. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Davrbek Oltiboyev bo'ldi.